Assalomu alaykum. Doda, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 18 yoshim bor bo'lsin. Doda, sizni farzandingiz she'r yozganlar. Shu she'rni bizning ham qalbimizga kirib, ashula qilganmiz. O'zi bu sizga atalgan qo'shiq. Shuni farzandingizning nomidan ularni aytolmagan so'zlari sizga bo'lgan muhabbatlarni qabul qilasiz. Menga yo'qmi? Onamni ko'zlari ko'rib ko'ngildan rozi. Sizga ham bor, onajon, surpriz. Jonim dadam, jon dadam, jonimga qalqon dadam, siz borsizki yanimda, menda yo'q armon dadam, mehrimiz ardog'siz, baxtimiz chirog'siz, onam bozirsiz esa oilamizni shohsiz, onam bozirsiz esa oilamizni shohsiz. Jonim dadam, jon dadam, jonimga qalqon dadam, jonim dadam, jon dadam, jonimga qalqon dadam. Jonim dadam, jon dadam, jonimga qalqon dadam, siz borsizki yonimda, menda yo'q armon dadam. Hamma dadalardan ham zo'rim dadam. Jon bolam, jonim bolam, hammadan yaxshi bolam. Vaziringiz ham bor bu uyda. Rahmat. Endi vaziringizga ham shuni deb beradimi? Mana qahva qilib. Boshlaylik. O bemor bo'lsa agar uzoq titroq bassa tanamni, Robbim ehtiyot xasta qilma onamni, o'tinaman yo Robbim xasta qilma onamni. Birga ketmasak xafa bo'ladi. Onajonim, onam mani, mehribonim jonim mani, onajonim, onam mani, mehribonim Qizimni bergan she'ri bilan shunchalik ashula qilib, bundan buyoq ham ishlaringizga rivoj bersin. Faqat yaxshilik kunlarda xizmat qilib yuringlar. Umri joningiz. Bizdan bo'lgan bolalar mana shunaqa yaxshi she'rlar yozib, mana bunaqa ashula aytadigan bola bo'libdi. Allohimga beadad shukrlarim bo'lsin.